Do'stlar, bilasizlar, dizayn jamoasining odati bor, an'anasi bor. Har konsert dasturida biror bir katta asarga parodiya qilishga odatlangan. Bu safar ham bor, o'sha mashhur Garri Potter asariga dizayn jamoasi ishtirokida parodiyaga navbat yetib keldi. Gulduros qarsaklarimiz bilan biz Garri Potterni boshlaymiz. Was a boy named Harry, destined to be a star. His parents were killed by Voldemort, who gave him a lightning scar. Harry goes to Hogwarts, Amy Tron and Hermione, McGonagall requires he play for Gryffindor. Draco is a daddy boy, who becomes Harry with the sorceress is done, destroyed by Dumbledore. Ron breaks his wand, now Jenny's got it. Harry's more to danger. Tom his China was secret chamber. Harry gets pulled in their driveways, tournaments with dragons and mermaids. Gets late, he's back. Harry's getting scary. Voldemort's making a revolutionary. Harry, Dumbledore, I see Victoria goes to the dance, so contact him. He is supposed to leave the school. How much tragic calls it all. Kids breaking to the ministry. Sirius Black is a Scandia. Split your soul, silver Roxys. It's a Seni juda ham sog'indim. Uydagilar yaxshimi? Amakimgilar, xolamgilar, hammaliga. Sizlar yaxshimi sizlar? Rahmat. Xudo bu yaxshimidi? Ulanmaganman-ku. O'rganib qolman, uzr. Qara, mana birinchi kurslarni harakat qilishini. Endi super kontraktga har holda endi shuncha harakat qiladi. Lekin biz birinchi kursda qilgan fokusni oldida bu unaqa fokus emas-a? Yo'q. Sizlarni fokuslarni oldida fokus emas bilan. Lekin menga yoqqani ani oyoqni o'zi yurib o'tib ketdi-yu. O'sha yoqdi. Tayyorda, qara aniq. Imtihonga. Unaqa tayyor fokusni biz ham birinchi kursda qilib yurardik. Yaxshi. Seni juda ham sog'indim haqiqatdan. Lekin men sendan xafaman. Nega? Ta'tilda shuncha maktub yozdim, birontasiga javob bermading. Ayb menda emas. Anu maktubni yuboradigan qushim bor, boy o'g'li. Ukki. O'shani chiqishi o'chib qolgan ekan. Sani 10 ta gapingdan 5 tasi yolg'on har doim. Yolg'on bo'lsa o'ris bo'lib qoling. Nima bo'lib qoling? Что ты говоришь? Nima deyapsan? Hazillashyapman. Nima qilding o'zing 3 oy ta'tilda? Biz akam bilan drakonlar makoniga bordik. Meni orzuyim-ku. Drakonni tuxumini ham ushab ko'rdim. Sani orzuying-ku. Olib kelmadingmi bittasini? Qanaqa olib kelaman? Katta ko'tara olmayman-ku. To'g'ri, drakonni tuxumi-yu. Bo'ldimi keyin? Yo'q, men bu sehrli tayoqchamda yangi sehrlarni o'rgandik. Yo'q-e, mazza qilibsizlar keyin bilan. Men 3 oy ta'til ichida ani zinani tegida Kiladovkadan chiqmadim-a? 3 oyda bir marta ham tayog'imni ishlatman mana. Gari, mana peshanangdagi Z bor-ku. Bu Z emas, bu N bu. O'sha Z-da, xullas. O'sha Z emas, mana bunaqasiga turibdi, bu N mana. O'sha yotganda Z bo'ladimi baribir? Senga qolsa yotqizib Z qilsin-da shuna. Xullas. Xo'p, o'sha Z. Nega aynan Z, N emas? Ne keragi bor hozir bizga shu savol? Nima kerak bor deb ochibsan? Yo'q. Tushundim nima demoqchiligini. Tushundingmi? Germionani ko'rmadingmi? Xatida ko'rganimda. Xatda? Xatida ko'rganimda, xatida bugun kelaman deb yozilgan edi. Kelsa zo'r bo'lardi. Sog'indingmi? Yaxshi ko'rasan.
4 kun bo'lsa ham. Salom bolalar, yaxshimisizlar? Ha, Bermiyon, Germiona. Kultura bilan shug'ullandingmi? Men ham seni ko'rganimdan juda ham xursandman. Rahmat. O'zgarib ketsan lekin. Salom Germiona. Salom Garri, sizlarni shunaqa sog'indim. Biz seni hozir ham sog'inib ketyapmiz. To'g'risini ayt, nima sehr ishlatding? Chunki o'zgarishlar katta-katta. Hech qanaqa sehr ishlatganim yo'q. Lekin shunaqangi sehrlashli bo'lib ketibsan. Garri, peshonangdagi zir o'sha. Uzr. Ana xafa qilding, bosh. Va hazillashdim. TikTok'imni bloklab qo'yishdi. Xullas, meni o'z TikTok'im bilmayman, o'z nafsigdagi blogim qopti. O'zim ham tushunmayapman, hech qanaqa narsa qilganim yo'q. Bilmayman nima blog bo'ldi. 2 millionta подписчикim bor edi, endi nima qilaman? Ay, yig'lama shunga. Ron o'zimda yotog'i bilan tushuntir. Yotig'i bilan tushuntir. Germiona. Achinma o'sha 2 millionta подписчик. Ron, подписчик. Achinma o'sha подписчикka. O'shanaga achinmaga 2 milliontasiga bo'ldi. Tamom. Garri, Ha. akkauntimni blokdan chiqarib ber. Bo'ldi, silkani bersang o'zim ochib beraman. Nima degani? Garri, Ha, TikTok silkasini bersa ochib beraman. kerak emas. Silka ham kerak emas, TikTok ham kerak emas. Nimaga? Chunki u yerda bo'mag'ur qizlar bor ekan. U bo'mag'ur emas, u bo'namur. Men uni bo'mag'ur deb o'qibman. To'g'ri, o'zi bo'mag'ur, просто niki bo'namur. Shunaqami? TikTok umuman keragi yo'q. Haqiqatan ham TikTokdan boshqa muammolarimiz ham bor. Qanaqa? Voldemort qaytibdi. Voy. U meni tushimga kirib, agar qarorgohimga o'zlaring kelmasalaring, butun Hogwarts maktabini qirib tashlayman dedi. Voy. Voy, professor Dumbledorega aytish kerak buni. Ha, yetishimiz kerak yordam. Agar terpiylarlik qilmasdan o'zimiz hal qilsak. Yo'q, Ron, bugungi kunda bu oddiy hol. Ha, qilishga, terpiylarlik qilishga. Yetmasa, yordam so'ramasa bo'lmaydi. To'g'ri. O, meni pochtalyon o'kib keldi. Voy, sachratib ketdi-yu hamma. Maktub kelibdimi? Xat kelibdi. Nima xat ekan? O'qichi? Supurgimda katta tezlikda radarga tushunman. Hamma yoq radar bo'lib ketdi-ya. Ha, gapirma. Men ham shu supurgimda faqat uchaman. Mingga qo'yib uchaman-da. Ha, menga qo'yib uchasanmi? Tezlikni yaxshi ko'raman, tezlikni. Ha, tezlikni yaxshi ko'rsang, men senga yoqishim aniq. Ron, Chunki peshonamdagi ne? Ya, tushundim, lekin meni xarakterim tez, shuni Ha, aytmoqchi. xarakteri haqidamidi? Qara. Spirga burov besh, mana spirga burov besh. Qora rangda tez uchadi spirga burov besh. Spirga burov besh, mana spirga burov besh. Qora rangda tez uchadi spirga burov besh. Salom, professor Snape. Salom Garri Potter va uning hamtovoqlari. Voy. Professor, bugun chochingizni popkari qilibsizmi? Mahmadona bo'lganing uchun -10 ochko Grinfildorga. Uzr, minus keltirib qo'ydim. Siz xafa bo'lmang Popkariga, sizga yarashgan Mo'lida Asalxo'jayevaga o'xshaysiz. Men uzoqdan qarasa Do'ron G'oyipov ham beryapti. Ron Weasley turqin yoqmaydi. -10 ochko. Professor, hello. O, Germiona o'zgarishlar katta. Rahmat. +50 ochko. 100 berur 52 zdachi bor. Ikkita 50 bo'ladi. Ha, spirgini ollaring. Wow. Axir bu o'zimizning Chevrolet Nimbus Pro 8 ku. Voy, rangini qara. Cho'kib ekan. O shapkasini o'zi $1000 bo'lyapti. Ke uchamiz. Davay, ke Germiona oldimga o'tir uchamiz. Hey, unda uchmaysanlar. Voy. Manti yaxshilab tozalaysanlar. Professor bu yerlar birinchi kursda yoyib ketgan, biz spirgida uchamiz. Ron Weasley uchish uchun boshqa o'simlik kerak bo'ladi. Professor. -10 ochko. Voy voy. +50. Ron, Ha?
Xazonlanadigan qopga, bakalashkalanadigan qop. Tushundim. Ron, bugun reysinglar bormi deyman. Uchamiz. Gari Ron, qanaqa uchish? Nima asosiy muammoni esinglardan chiqardinglar? O haqiqatdan ham Voldemort kundan kun kuch to'plamoqda. Hagriddan yordam so'raylik. Ketdik. Ketdik, Hagriddan yordam so'raymiz. Hey, ko'rpantiga kirib olib kim bilan gaplashyapsiz? Bo'pti, o'zing qoraman. Gari, peshanangdagi zini shamollatdingmi? Kanser ertaga uxlab qoluvdim. Xayolim joyida massa qildan ozdim. Garri Potterga atab shu qo'shiqni yozdim. Uni yo'qotish uchun rejalarim tuzdim. Hattoki kuch to'playdi diyetani buzdim. Burnimni ham yo'qotdim, lekin kuchim topdim. Sehrgarlik maktabini asta-sekin yopdim. Balki bu sinovmi yoki sho'rlik peshona. Meni ado qilmasaydi shu kichkina bola. Aydadimi ashulasin rosatdagi jonimga uxlatmasdan qiynavordi meni qo'ymay holimga yotsam endi meni uyg'otmanglar xurrak yotsam ham uxlashni menga o'rgatmanglar. Kuni kecha tirik qolgan bola bugun o'lgani meni oldimga kelyapti, Beatrice. Bitta shu narsa uchun meni uyqudan uyg'otdingizmi, hojam? Hey! Uni qanday bo'lmasin, yengishim kerak, tushundingmi? Siz uni albatta yengasiz, hojam. Mendan nima yordam? Menga dunyodagi eng kuchli sehrli tayoqcha kerak bo'ladi. O'zingizniki ishlamayaptimi? Ishlashga kuchlayapti, lekin menga bo'ysunmayapti. Buyuring, hojam. Sen Hogwartsga borib, Dumbledore o'ldirib, uni tayoqchasini menga olib kelasan. O'ldirmasam olib kelsam bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Olib kelsang bo'ldi. Xo'p, bo'ladi, hojam. Harry Potter! Hagridning sochi o'sgan. Daroq ham yo'q oldimda. Yo'ldan rezinka ovoz, sochim turib qoldida. Gap yo'q. Zo'r o'yladinglar. Oxirgisini tanidim, hikmatlagan qizlar bo'ladi. Yo'q. Salom, Hagrid. Salom, Garri. Ha, siz o'rmonda yolg'izsiz desam, ha? Suparilarni chaqirtirib olib. Salom. Nech puldan chaqirtirib suparilarni? Bu sir. Yarim kechasi o'rmonda nima qilib yursanlar? Siz qilib yurgan ishlarni qilmayapmiz har holda. Yordam so'rab keldik. Qanaqa yordam? Voldemort qaytibdi, u kuch to'plamoqda ekan. Voldemort? Axir o'ziga juda ham kuchli hayvonlarni bo'ysundirib olgan. Voy, Ulardan Minotaur, Kentaur va Meduza kabi hayvonlari bor. Qara hayvon. Minotaur buqa bilan odamning qo'shilgani, u juda ham yomon suzadi. Kentaur esa ot bilan odamning qo'shilgani, u juda ham yomon tepadi. Meduzachi. Meduza esa ilon bilan odamning qo'shilgani. U nima qiladi? Uni ko'proq uylanganlar yaxshi biladi. Qayningiz haqida aytdi shekilli. Bekor aytdim shuni, bekor aytdim. Hagrid. Mana hozir odam bilan hayvonni qo'shilgani maxluq deyapsiz-ku. Odam bilan odamni qo'shilgani ham bo'ladimi? Videosi ham bo'radi. Peshanamdagi ne? Ha, tushundim. Yermiyola. Kel. Gari, Ron, qaranglar, o'rmondan sehrli gul terdim. Ha, o'rmonga gul tergani kirib ketuvmiding? Nima qilgani deb o'ylading? Gullarni sug'organ deb o'ylabmiz. Hagrid, salom. Salom. Qaraysan? Salom, Germiona. O'zgarib ketsan-ku. Garri, Ron, mayli men bora qolay. Bizga yordam bermaysizmi? Drakonimni uxlatishim kerak. Drakon boqyapsizmi? Yo'q. Oy. Bekor aytdim shuni, bekor aytdim. Menimcha tuxumini aytdilar. Professor. Keling. Man, Dumbledore, man, Dumbledore, man, Dumbledore, man. Salom Germiona, salom Garri, salom Ron.
Salom, professor. professor Dalbandor. Dumbledore Garri. Kechirasiz, professor. Professor Dumbledore, sizga bir savolim bor edi. Marhamat, xayolim sen. Qulog'im senda. Professor, o'tgan yili siz Hogwarts maktabini remontiga deb pul yig'gandingiz. Maktab remont bo'lgani yo'q. To'g'ri. Ammo siz iPhone 13 Pro Max yangisidan tutib olibsiz. Buni qanday tushunsa bo'ladi? 13 rangidan kiyim ham kiyib olibsiz. Ha. Aynan shuning uchun Hogwarts sehrgarlar maktabi deyiladi. Bizda unaqa maktablar tiqilayotgan, aytmaysizmi? Soqqani uxlatib sehrgarlar maktabi. Professor Dumbledore. Yo'q. Dumbledore. Kechirasiz, Dumbledore. Bizga yordamingiz kerak, ana Volgogradni yutish uchun. Voldemort. Voldemort yutish uchun. Ha, Voldemortmi? Bo'lmasam bolalar sizlar o'tirib olinglar. Men Qayerga? sizlarga hozir Voldemort haqida so'zlab beraman. So'zlab bering, so'zlab bering. Germiona, sen ham o'tir. Sen o'tirmasang menga noqulay. Bundan 30 yil avval Hogwarts maktabiga Tom Riddle ismli bir yigit kelgan edi. O'sha payt Azkaban'da Zelim xonim hukmdorlik qilardi. U qudrat bilan til biriktirib, Azra bilan Denisni o'rtasini buzmoqchi bo'ldi. Qanchalik harakat qilmasin, Professor. Siz Holy serialiga o'tib ketdingiz. Ha? nimalar aytish? Tom Riddle. Tom Riddle. Tom Riddle yosh bo'lganiga qaramasdan juda ham talantli edi. Biz Hogwarts maktabi o'qituvchilari uni mashhur sehrgar bo'ladi deb umid qilgan edik. Xo'sh. Ammo nima balo urdiki, u TikTok olishga qaror qildi. So'tak. Sehrli tayoq orqali uning olgan videolari doim rekda turardi. Nakrutka qilar ekan-da. Maktabdagi hamma bolalar uning ustidan kulardi. Nimaga? Chunki Tom Riddlening tayoqchasi kichkinagina edi. Professor Dumbledore. Dumbledore. Professor Dumbledore. To'g'ri, zo'r hikoya ekan. Juda zo'r aytib berdingiz, lekin bu bizga qanaqa yordam beradi? Biz uni qarorgohiga borishimiz kerak, uni yengish uchun harakat qilishimiz kerak. Harry Potter. Agar yaxshilab e'tibor bersang, men quruq kelmaganman. Voy, ikkinchi qaror Ron. Axir bu qora quti-ku. Men buni bilaman, hozir ichida nima borligini topishimiz kerak bo'ladi. Siz bizga savol berasiz, professor boshlovchi. Fikringizni jamlang. Bu sizga shtok dekakda emas. Bu qora qutining ichida Men bilaman bu qora qutining ichida nimaligini. Siz bizga pul taklif qilasiz va qutini ochmaysiz. Ammo biz ahmoq emasmiz. Bizga priz Professor Yakubovich, priz. sabr qilsangiz o'zim aytaman nima borligini. Qora qutining ichida ko'rinmas xalat bor. qanaqa xalat? Banni xalat. Vau! Ko'rinmas xalat dedim, Germiona. Siz bu ko'rinmas xalatni kiyib, astagina ko'rinmasdan Voldemort qarorgohiga borasiz va pisib turib uning orqasidan to'satdan hujum qilsangiz bo'ladi. Professor, uni ichida ko'rinmas ishton ham yo'qmi? Ozgina qo'rqdim, ne mashuncha. Garri, ko'rinmas ishton mening xonamda bor. Borsang berib yuboraman. Rahmat. Ha, aytganday, men sizlarga bir yangilikni aytmoqchiman. Xo'sh. Hogwarts maktabi sinosga tushdi. Voy. Buziladimi? Shundoq sehrgarlar maktabi buzilib ketadimi? Yo'q, xavotir olmang. Uning o'rniga undanda qudratli xon saroy binolari tushadi. Voy! Qarang, sponsorlik qilganini hech kim sezmadi-ya. Soqqani sanab olgansiz menimcha. Bolalar, men ayni damda sizlarga omad tilayman va shunday g'oyib bo'lamanki, o'zingiz ham sezmay qolasiz. Beratur. Sehr kuchliligini hech kim ko'rmadi hozir. Juda shirin. Juda. Qutini och, xalatni ko'raylik. Voy kallam qursin. Axir bu sehrli quti-ku, buni qanaqa ochilishini so'ramanman Voy professordan. Garri. Galvars kallani ishlatish kerak. Bizda sehrli tayoqcha bor-ku. Ha, bo'ldi. Qani Ron harakat qilchi. Voy, Ron tayoqchang sindi-ku. uzr. Ron, senga bir jiddiy savol bersam maylimi? Mayli. Tupoymisan?
Variantlar bormi? Bor. A, ha tupoyman. B, albatta tupoyman. C, bo'lmasamchi tupoyman. Va D, hamma javoblar to'g'ri. Pomosh zal. Kerak emas. Pomizdan ham kerak emas, mana xalat ham kerak emas. Shundoq boramiz. O'tgan safar ham ana sehrli palchkamni olib kelib sirli palchka ko'tarib kelgansan. Ketdik. Mana singan tayog'ingni ol ketdik. Wow, Garri, Ron. Mana shu qarorgoh bo'lsa ket. Uy, men bilan kimlar bo'ldi? Ummon guruhimi? Salom. O'yinga xush kelibsiz. Yashil deganda harakatlanasiz, qizilda to'xtaysiz. O'yinda g'olib bo'lsangiz qarorgohga kirasiz. Ha, bilaman buni. Mag'lub bo'lganlar otib tashlanadi. O'yin boshlandi. Yashil, Ketdik. Shoshli yur. qizil, Uzr Gari. Ron. Bunaqa qotib qolgandan otilib ketgan ham yaxshi edi. Otilish haqida gapirmay tur iltimos. Gari, Ha. boy sen tupoymisan deganmidi? Endi esingga tushdimi? Yo'q, o'shan javobini topdim. Javobni. O'chir. yashil, Ketdik. Germiona yur. Faqat shoshmasdan yurish kerak, men ko'rganman buni. qizil, Ron, Ha. qizil dedimi? Lekin bunaqa qizilga birinchi marta to'xtashim. Eng alam qilganini aytaymi? Yonga qarab to'xtab qolganimni qara. Bolalar, hozir yashil deyishi bilan ikkala o'yin baravar sakralaring. Germiona, baravar sakrash menga noqulay. Galma-gal sakraylik. Ron. Ron, peshonamdagi ne hozir? Tushundim. yashil, Ketdik. Ketdik. Voy. Belastrip. Belastrip emas, Beatriz. Uzr. Garri, biror narsa qil. U buni Men ko'rinmas ishtonga borib kelaman. Garri! Beatriz. Jodugar yalmog'iz. Sen bizni yutaman deb o'yladingmi? Ust boshingni qara, O'rizor bozor bo'lib yotibsan-ku. Между прочим, man faqat glamurdan, Podium Italiyadan, Samarqand darvozidan, Megaplanetdan kiyinaman. Oo! Men esa faqat uyda kiyinaman, senga o'xshab ko'chada emas. Zato men yigitim menga yangi iPhone 13, salondan yangi mashina Innovastroykadan uy olib bergan. Voy, qarang-a. Zato meni yigitimni qop-qora kichkinagina senga o'xshagan xotini yo'q. Meni aytyapti. Rahmat Germiona. Tayoqchamni ko'ryapsan, o'nga tillarni suvi yurg'izilgani 2 yillik garantiyasi ham bor. Voy, barmog'imdagi uzugimni ko'ryapsanmi? Feruza Diamonddan olingan sof brilliant. Feruza bana aytyapti. Hamza Metro Aliyevdan olib berganman. Hali shunaqami? Krutsios! Reduktor! Ehtiyot Qovun bo'l. bilan tarvuz! Nima bo'ldi, Ron? Tarvuzni slitrasi bor ekan. Voy, Smektus. Voy. Krionus. Voy. Iltimos, ketus. Voy. Rahmat, hozir kelaman. Hali shunaqami? Shashlik bilan uksus. Uksusdan allergiyam bor. Bo'ldi, biz uni yengdik, Garri. Gari. Voy. Volgograd keldi. Voldemort, Garri. Ko'rinmas ishtonni topa olmadim. Voy, men nima qilay? Dumbledore chaqirib kel yordamga. Chaqir. Harry Potter, kuning bitta bolakay, sen bugun o'lasan. Oyog'imni bosib oldi. Ey Volgograd. O'rtog'imni boshiga teyyapsanmi? Peshonasidagi shamollagan zirga teya ko'rma, tushundingmi? O'chir ovozingni, Krutsios. Krutsios. Ay! Slitraga tegdi. Kuning bitta Harry Potter. Voldemort, sen meni go'dakligimda ham o'ldira olmagansan, hozir ham o'ldira olmaysan. Chunki sen yolg'izsan. Meni esa ishongan do'stlarim bor. Meni aytyapti. Nima qilamiz, Gari?
Ahmoq bolakay, sen tug'ilmaganingda men shu qadar kuchli sehrgar bo'lganmanki, hatto quyosh meni ko'rib ko'zi qamashib ochki taqardi. Teskari gaplardan boshlab qoldi-yu. O'tiryapti. Sen ham bos atmaskani. Bo'ldi. Men kaptarning ichiga qafasni tiqolayman. Ana. Men yoshligimda daraxtni sigirga boylab qo'yganman. Biza hattoki donga tovuqni sochardik. U nima bo'pti? Zato men qo'shimga qizlarni qoqqanman. Qizlardan keldi-yu. Biza kino bilan qizlarga borganmiz. Hatto Gari uchastkovoy bilan o'tirganda qiz kirib kelib qolgan. Ana zapal. Yomon zapal bo'ldi esingdami? Конечно, esimda uchastkovoy formada men edi bu. Hey, bu ish narsa emas. Zato men avtosalonga mashina berib shapka olib chiqqanman. To'poy. Tuzimizga yarasepmi? Ha, biz tuzga bodring sepib yeymiz. Bitta yediraymi? O'chir. Men sunnat to'yimda yotib olib, pichoqni uchini kesganman. Esingdami o'shanda seni pulga qistirganmiz. Zato men jangda oyog'im bilan o'qqa yaralaganman. O'qiyapsan. Shu gapingga. Chopingni ol, Harry Potter. Kuning bitdi. Avvalaki davr. Ron ko'rdingmi? Qilganda ikki odam xil rangda qildi-yu. Ko'rmadimmi? Montajda qo'yib yuboramiz-ku. Kuning bitdi. Volgograd, kamroq chaqish kerak edi. Tuberkulyoz, kal. Harry Potter. Ha, Yaqinroq kel. xo'sh. O'limim oldida senga bir gapim bor. Xo'sh. Qo'lingdagi nima? Cho'p? Manikini. O'lib qoldi, oxirigacha yetmadi. Nima demoqchi edi? Menimcha cho'p so'radi, menikimi demoqchi bo'ldi. O'zimniki, tushundingmi? Sanikana o'zingni turibdi. Aldoq. Gari, sen uni yengdingmi? Professor, uni yengdik. Ko'rdingizmi bolalar? Ishonch bo'lsa yovuzlikni doim yaxshilik yutadi. Qayg'uni esa quvonch. Bolalar, sizlarga dunyodagi eng qudratli sehrni o'rgataymi? O'rgating. Dunyodagi eng qudratli sehr bu insonlar qalbiga quvonch ulashish. Lumus Maxima!